Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz obunachilari va tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan bank kartalari egalariga taalluqli juda muhim va dolzarb mavzuni muhokama qilaman. Ishonchim komilki bu ma'lumot har biringiz uchun, har bir bank kartasi foydalanuvchisi uchun hayotda ahamiyatga ega. Tayyor turing, chunki sizni kutayotgan o'zgarishlar shunchaki yangi qoidalar emas. Balki bank kartalaringizdan foydalanish tartibini tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan jiddiy cheklovlardir. Bazı amallar bundan buyon qat'iyan taqiqlanadi. Shuning uchun hoziroq videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu ma'lumotni hech qachon boshqa joydan topa olmaysiz. Ehtiyot bo'ling, birgina e'tiborsizlik sizni katta muammolarga olib kelishi mumkin. Keling, avval qanday bo'lganini va nima o'zgarganini tushunib olaylik ilgari. Bank kartalari asosan qulaylik, tezlik va nisbiy erkinlik bilan bog'liq edi. Ko'pchiligimiz uchun bu shaxsiy pulimizni boshqarishning eng oson usul edi. Siz istalgan vaqtda, istalgan joyda pul o'tkazishingiz, tovar va xizmatlar uchun to'lashingiz, naqd pul yechishingiz mumkin edi. Banklar mijozlar qulayligiga katta e'tibor berishar. Faqatgina shubhali yoki juda katta miqdordagi operatsiyalargina qisman nazoratga olinardi. Asosan, agar siz qonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, kartangiz bilan bog'liq hech qanday jiddiy cheklovlarga duch kelmasdingiz. Boshqa bank kartasidan pul olib, o'sha zahoti o'zingizning kartangizdan naqd pul yechib olish ham odatiy hol edi. Do'stingizning kartasidan uning ruxsati bilan foydalanish, onlayn xaridlarni amalga oshirish ham hech qanday muammosiz kechardi. Bu holat ko'plab qonuniy operatsiyalar uchun qulay bo'lsa-da, afsuski terrorizmni moliyalashtirish, giyohvand moddalar savdosi, soliqdan qochish va boshqa noqonuniy faoliyat turlari uchun ham imkoniyatlar yaratdi. Ayniqsa global miqyosda raqamli iqtisodiyot rivojlanishi bilan bu kabi jinoyatlarning miqyosi ham ortib bordi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning tavsiyalari va mamlakatimizdagi moliyaviy tizimning shaffofligini oshirish maqsadida bir qator jiddiy yangi qoidalar joriy etilmoqda. Asosiy e'tibor pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish va soliqdan qochish kabi jinoyatlarga qarshi kurashishga qaratilgan. Bu shuni anglatadiki, endi banklar har bir mijozning harakatini yanada qattiqroq nazorat qiladi. Avvalgidek kim biladi tamoyili ishlamaydi. Har bir katta yoki shubhali ko'ringan tranzaksiya e'tibordan chetda qolmaydi. Endi sizning har bir pul o'tkazmasining sababi naqd pul yechish amaliyotining tezligi va hatto kimning kartasidan foydalanayotganingiz ham bankning diqqat markazida bo'ladi. Bu o'zgarishlar barcha uchun, oddiy fuqarodan tortib tadbirkorlargacha moliyaviy intizomni va shaffoflikni oshirishga majbur qiladi. Keling, endi eng muhim qismiga o'tamiz. Bank kartalari egalarini kutayotgan 5 ta yangi qoidani batafsil ko'rib chiqamiz. Har bir qoidaning kimga taalluqli ekanligi, kim xavotir olishi kerakligi va kimga xavotirga o'rin yo'qligi, shuningdek aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Birinchi qoida majburiy tranzaksiya maqsadi ko'rsatish. Bu yangi qoida bo'yicha endilikda siz 500 ming so'mdan ortiq har qanday pul o'tkazmalarida pulning nima maqsadda yuborilayotganini aniq ko'rsatishingiz shart. Bankning mobil ilovasida yoki to'lov terminallarida to'lov maqsadi degan alohida maydoncha paydo bo'ladi va uni to'ldirish majburiy bo'ladi. Ya'ni shunchaki o'tkazma yoki do'stga deb yozib qo'yish endi yetarli bo'lmaydi. Siz tovar sotib olish, xizmat haqi, qarzdorlikni qaytarish, ijara haqi, oila a'zolariga yordam kabi aniq izoh kiritishingiz kerak bo'ladi. Kimga taalluqli? Bu qoida barcha bank kartasi egalariga, ayniqsa tez katta miqdorda pul o'tkazadigan shaxslarga taalluqlidir. Masalan, kichik biznes egalari, frilanserlar, onlayn savdo bilan shug'ullanuvchilar, ijaraga uy beruvchilar va hatto katta oilasi bor shaxslar uchun juda muhim. Kim xavotir olishi kerak? Agar siz muntazam ravishda noma'lum manzil va maqsadlarga katta miqdordagi pullarni o'tkazgan bo'lsangiz yoki qonuniy daromadingizdan ko'proq pul aylanmasini ko'rsatgan bo'lsangiz, diqqatli bo'ling. Bank sizdan bu operatsiyalar bo'yicha qo'shimcha hujjatlar, masalan, shartnomalar, cheklar, tovar qabul qilish, topshirish dalolatnomalari talab qilishi mumkin. Misol uchun, siz har hafta bir xil shaxsga 2 million so'mdan do'stiga yordam deb yozib o'tkazsangiz, bank bu operatsiyalarni shubhali deb topishi va sizdan bu do'stingiz bilan munosabatlaringiz hamda pulning aniq maqsadi haqida ma'lumot so'rashi mumkin. Agar siz doimiy ravishda tovar uchun to'lov deb yozib, lekin rasmiy faoliyatingiz yo'q bo'lsa, soliq organlari ham bu holatga e'tibor qaratishi mumkin.
Kimga xavotirga o'rin yo'q. Agar siz o'z daromadingiz doirasida aniq va shaffof maqsadlar uchun pul o'tkazsangiz, masalan, kommunal xizmatlar, ijara haqqi, oziq-ovqat yoki kiyim-kechak xaridlari uchun bu qoida sizga hech qanday noqulaylik tug'dirmaydi. Siz shunchaki pul yuborishda to'g'ri imzoni kiritishingiz kerak bo'ladi. Masalan, avtomobil sotib olayotganda 1 million so'm o'tkazsangiz, avtomobil xaridi uchun deb yozasiz va shartnomani taqdim etishga tayyor turasiz. Ikkinchi qoida naqd pul yechishga cheklovlar. Bu qoida ayniqsa bankomatlar orqali amalga oshiriladigan naqd pul yechish amaliyotlariga qaratilgan. Endilikda kunlik va haftalik naqd pul yechish limitlari keskin kamayishi mumkin. Ayniqsa sizning kartangizga boshqa bank kartasidan o'tkazilgan mablag'lar uchun. Bu shuni anglatadiki, agar kimdir sizga katta miqdorda pul o'tkazsa va siz uni darhol naqd qilib olmoqchi bo'lsangiz, buni amalga oshirish qiyinlashadi yoki butunlay imkonsiz bo'lishi mumkin. Bu yangi tartib naqd pulning noqonuniy aylanmasini kamaytirishga qaratilgan. Kimga taalluqli? Barcha bank kartasi egalariga, lekin ayniqsa pulni faqat o'tkazish va naqd qilish sxemasida ishlatadigan shaxslarga, shuningdek doimiy ravishda bankomatlardan katta miqdorda naqd pul yechib oladiganlarga tegishli. Kim xavotir olishi kerak? Agar siz o'z kartangiz orqali boshqalarning pulini naqdlashtirish bilan shug'ullangan bo'lsangiz, masalan, yuridik shaxslarning, tadbirkorlarning yoki xorijdan kelgan mablag'larni naqdlashtirishda vositachilik qilgan bo'lsangiz, bu siz uchun juda jiddiy muammo tug'diradi. Misol uchun, sizning kartangizga bir kunda 1 million so'm pul kelib tushdi va siz uni darhol bankomatdan yechib olmoqchi bo'lsangiz, endilikda siz faqat 3 million so'm yoki undan ham kamroq miqdorni yechishingiz mumkin. Qolgan pulni yechish uchun bank filialiga borib, pulning kelib chiqish sababini, sizning bu pulga bo'lgan huquqingizni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishingiz kerak bo'lishi mumkin. Aks holda kartangiz bloklanishi xavfi bor. Banklar endi ayniqsa bir xil yoki o'xshash miqdordagi pullar muntazam ravishda bir necha shaxsning kartalariga tushib, darhol naqdlashtirilayotgan holatlarga qattiq e'tibor beradi. Bu pul yuvish sxemalarining bir belgisi hisoblanadi. Kimga xavotirga o'rin yo'q. Agar siz asosan naqd pulsiz to'lovlardan foydalansangiz, kamdan kam hollarda kichik miqdorda naqd pul yechsangiz yoki o'z daromadingizdan kelib chiqqan holda o'rtacha miqdorda pul yechsangiz, bu qoida sizga katta ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan, oylik maoshingizdan ma'lum qismini naqdlashtirsangiz, bu odatiy holat hisoblanadi va hech qanday muammo tug'dirmaydi. Uchinchi qoida onlayn xaridlar uchun qo'shimcha identifikatsiya. Bu yangi qoida ma'lum turdagi yoki miqdordagi onlayn xaridlar uchun qo'shimcha identifikatsiya talab qilishni nazarda tutadi. Oddiy ikki faktorli autentifikatsiyadan, masalan, SMS orqali kod tashqari. Endi sizdan ba'zi hollarda shaxsni tasdiqlovchi hujjat ma'lumotlarini, pasport seriyasi va raqamiy PNFL kiritish talab qilinishi mumkin. Bu ayniqsa yirik xaridlar, xorijiy saytlardan amalga oshiriladigan xaridlar yoki yuqori xavfga ega deb topilgan tovarlar, masalan, zargarlik buyumlari, qimmatbaho texnika uchun joriy etiladi. Bu o'g'irlangan kartalar orqali amalga oshiriladigan firibgarliklar va chet elga pul o'tkazish sxemalariga qarshi kurashishga qaratilgan. Kimga taalluqli? Onlayn do'konlardan tez-tez xarid qiluvchilar, ayniqsa xorijiy platformalardan yirik xaridlar qiladiganlar, shuningdek qimmatbaho tovarlar sotib oluvchilar. Kim xavotir olishi kerak? Agar siz birovning kartasidan ruxsatsiz foydalanib onlayn xaridlar qilmoqchi bo'lsangiz yoki o'z shaxsingizni yashirib katta miqdordagi pulni chet elga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, bu sizga juda jiddiy to'siq bo'ladi. Misol uchun, siz Amazondan 15 ming so'mlik yangi smartfon sotib olmoqchisiz. To'lovni amalga oshirishda sizdan faqat karta ma'lumotlari va SMS kod kiritish emas, balki shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat ma'lumotlarini ham kiritish talab qilinishi mumkin. Agar ma'lumotlar kartaning egasi ma'lumotlariga mos kelmasa, to'lov rad etiladi. Bundan tashqari, agar siz muntazam ravishda noma'lum lekin qimmatbaho tovarlar uchun onlayn to'lovlar qilsangiz, bank sizdan bunday xaridlarning maqsadini so'rashi va ularning qonuniyligini tekshirishi mumkin. Kimga xavotirga o'rin yo'q. Oddiy kundalik onlayn xaridlar, masalan, oziq-ovqat yetkazib berish, kommunal to'lovlar, kichik miqdordagi kiyim-kechak xaridlari uchun bu qoida qo'llanilmaydi. Siz ilgari qanday to'lagan bo'lsangiz, shunday to'laysiz. Faqat juda katta va ehtimoliy xavfli operatsiyalargina qo'shimcha tekshiruvdan o'tadi. 4-qoida boshqa shaxsga tegishli kartadan foydalanishni taqiqlash oqibatlari. Bu qoida sizning
moliyaviy amaliyotingizda juda katta o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Endi sizning do'stingizning, turmush o'rtog'ingizning, ota-onangizning yoki boshqa yaqin qarindoshlaringizning bank kartasidan, hatto ularning ruxsati bilan bo'lsa ham foydalanish qat'iyan taqiqlanadi. Har bir bank kartasi faqat uning rasmiy egasi tomonidan ishlatilishi kerak. Bu qo'yda o'g'irlik, firibgarlik, pul yuvish va boshqa moliyaviy jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan. Banklar maxsus tizimlar orqali kartadan foydalanish xatti-harakatlarini tahlil qiladi. Masalan, kartaning egasi joylashgan joydan boshqa joyda foydalanish. Odatdan tashqari xaridlar kimga taalluqli? Barcha bank kartasi egalariga, ayniqsa oila a'zolarining kartalardan birgalikda foydalanishga odatlangan shaxslarga kim xavotir olishi kerak? Agar siz turmush o'rtog'ingizning kartasidan muntazam ravishda oziq-ovqat do'konida to'lov qilsangiz yoki farzandingizga o'z kartangizni berib, uning ehtiyojlari uchun foydalanishga ruxsat bersangiz, bu amaliyotni darhol to'xtatishingiz shart. Misol uchun, sizning kartangiz Jizzaxda ro'yxatdan o'tgan, lekin uning bilan Toshkentdagi supermarketda to'lov amalga oshirildi va bankning aqlli tizimi bu to'lovni sizning doimiy xaridlaringizga mos kelmaydigan tarzda boshqa foydalanuvchi tomonidan amalga oshirilganligini aniqladi. Bu holda bank kartani bloklashi mumkin va sizga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni tushuntirishni so'rashi mumkin. Agar siz o'z kartangizni kimdirdan olib, undan muntazam savdo operatsiyalari uchun foydalansangiz, do'konlarda to'lovlarni qabul qilish bu ham qat'iyan taqiqlanadi va jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Banklar bu turdagi operatsiyalarni soliqdan qochish yoki norasmiy biznes yuritish belgisi sifatida ko'rib chiqishi mumkin. Hatto agar bu holat aniqlansa, kartaning egasi ham, undan foydalangan shaxs ham ma'muriy javobgarlikka tortilishi, hattoki jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkin. Ayniqsa katta miqdorlar bo'lsa, kimga xavotirga o'rin yo'q. Agar siz faqat o'z kartangizdan shaxsan foydalansangiz, bu qoida sizga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Agar siz o'z oila a'zolaringizga pul yuborishni istasangiz, ularning shaxsiy kartalariga o'tkazma qiling. Bunday holda har kim o'z kartasidan o'zi foydalanadi va hech qanday qoidabuzarlik bo'lmaydi. 5-qoida kichik, tez-tez takrorlanuvchi shubhali operatsiyalarni nazorat qilish. Bu qoida banklarga qisqa vaqt ichida juda ko'p mayda, ammo jami katta miqdordagi shubhali o'tkazmalar yoki to'lovlarni avtomatik bloklash imkonini beradi. Bu ayniqsa pul yuvish yoki firibgarlik sxemalarida qo'llaniladigan mikro o'tkazmalar deb ataladigan amaliyotlarga qarshi qaratilgan. Masalan, firibgarlar katta miqdordagi pulni bir nechta kichik qismlarga bo'lib, har xil kartalar orqali bir necha kishiga o'tkazishadi. Keyin esa bu pulni tezda naqdlashtirishadi. Endilikda banklarning aqlli tizimlari bunday mozaika operatsiyalarini aniqlab, ularni bloklaydi va qo'shimcha tekshiruvlarga sabab bo'ladi. Kimga taalluqli? Barcha bank kartasi egalariga, ammo ayniqsa onlayn o'yinlar, kriptovalyutalar bilan bog'liq faoliyat yoki bir nechta kichik biznes loyihalarida ishtirok etuvchilar uchun diqqatli bo'lishni talab qiladi. Shuningdek, internet do'konlar egalari, frilanserlar ham bu borada ehtiyot bo'lishlari kerak. Kim xavotir olishi kerak? Agar sizning kartangizga qisqa vaqt ichida, masalan, bir necha soat yoki bir kun ichida ehimtadan ortiq kichik, lekin turli shaxslardan kelgan o'tkazmalar tushsa va ularning umumiy summasi bir necha million so'mdan oshsa, bank bu operatsiyalarni shubhali deb topishi mumkin. Misol uchun, siz elimta mijozdan har biridan 200 ming so'mdan jami 1 million so'm oldingiz, lekin buni shaxsiy o'tkazma deb belgilangan. Agar bank bunday operatsiyalar ketma-ketligini aniqlasa, kartangizni bloklab, sizdan har bir o'tkazmaning maqsadini va bu pullarning kelib chiqish manbasini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, tovarlarni sotib olish yoki xizmat ko'rsatish shartnomalari, cheklar so'rashi mumkin. Agar siz o'z faoliyatingizni rasmiylashtirmagan bo'lsangiz va doimiy ravishda mijozlardan kartaga to'lovlarni qabul qilsangiz, bank va soliq organlari sizni noregistrlangan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotganlikda gumon qilishi mumkin. Bu esa katta jarimalarga va boshqa huquqiy oqibatlarga olib keladi. Kimga xavotirga o'rin yo'q. Agar sizning kartangizga odatiy, kam sonli va shubhali bo'lmagan o'tkazmalar kelib tushsa, masalan, ish haqi, stipendiya, ijtimoiy nafaqalar, bir nechta do'stlardan kichik qarz qaytarishlar, bu qoida sizga hech qanday xavf tug'dirmaydi. Masalan, bir kunda 3-4 ta odamdan 100 ming so'mdan o'tkazma olsangiz, bu hech qanday muammo emas. Muhimi,
operatsiyalarning chastotasi, miqdori va ularning umumiy hajmi normal ko'rsatkichlardan chetga chiqmasligi. Endi ushbu yangi qoidalarning istisnolari, tuzoqlari va ko'pchilik e'tibor bermaydigan noaniq jihatlari haqida gaplashaylik. Bilamizki, har qanday qoidaning o'z istisnolari bor, lekin ularni bilish va to'g'ri qo'llash juda muhim. Birinchi qoida bo'yicha majburiy tranzaksiya maqsadi. Istisnolar ba'zi mayda kam miqdordagi o'tkazmalar, masalan, 500 ming so'mdan past uchun maqsad maydoni majburiy bo'lmasligi mumkin. Lekin hatto kichik summalarda ham agar ular tez takrorlansa va shubhali ko'rinsa, bank maqsadi haqida so'rash huquqiga ega. Masalan, siz mobil ilovada bir necha marta 9 million so'mdan pul o'tkazsangiz, jam summasi katta bo'lib ketganda bank baribir e'tibor qaratishi mumkin. Tuzoqlar va noaniq jihatlar. Eng katta tuzoq bu noto'g'ri yoki yetarli bo'lmagan maqsadni ko'rsatish. Masalan, sizga qarzdorlikni qaytarishdi, lekin siz do'stga yordam deb yozib qo'ydingiz. Keyinchalik bank bu operatsiyaning sababini so'raganda, sizning izohingiz aslida boshqa maqsadda ekanligi aniqlansa, bank sizning boshqa operatsiyalaringizga ham shubha bilan qaray boshlaydi. Yana bir noaniq jihat shundaki, bank tizimi sizning avvalgi harakatlaringizni eslab qoladi. Agar siz ilgari faqat maosh va ijtimoiy to'lovlar olgan bo'lsangiz, birdaniga tovar sotib olish uchun katta miqdorda pul o'tkazsangiz, bu bankning diqqatini tortishi mumkin, hatto maqsadni aniq ko'rsatgan bo'lsangiz ham. Bank sizdan tovarning cheki yoki shartnomasini taqdim etishingizni so'rashi mumkin. Shu sababli har doim haqiqiy va aniq maqsadni ko'rsating. Shartnoma yoki chek kabi tasdiqlovchi hujjatlarni saqlab qo'yishni unutmang. Ikkinchi qoida bo'yicha naqd pul yechishga cheklovlar, istisnolar. Sizning asosiy ish haqingiz yoki pensiyangiz kabi muntazam daromad manbalaridan kelgan pullarni yechib olishda cheklovlar kamroq bo'lishi mumkin. Banklar bu turdagi pullarning kelib chiqishini biladi va ularni shubhali deb hisoblamaydi. Shuningdek, ma'lum bir bankda ochilgan hisob raqamingizdan juda katta miqdorda naqd pul yechishingiz kerak bo'lsa, avvaldan bank bilan bog'lanib buyurtma berishingiz mumkin. Bu holatda sizdan naqd pulning maqsadi va uni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Tuzoqlar va noaniq jihatlar. Tuzoq shundaki, ba'zi odamlar bir nechta kartadan foydalanish orqali limitni chetlab o'taman deb o'ylashadi. Ammo banklararo tizimlar bir-biriga ulangan. Agar sizga bir bankdan pul tushib, darhol boshqa bank kartasidan naqd qilib olsangiz, bu ham xavfsizlik tizimlarida qizil chiroqni yoqadi. Banklar sizning barcha kartalaringizdagi operatsiyalarni kuzatishi mumkin. Yana bir noaniq jihat favqulodda ehtiyoj. Ba'zan shoshilinch katta miqdorda naqd pul kerak bo'ladi, masalan, davolanish uchun. Bu holatlarda bankka tezda murojaat qilib, vaziyatni hujjatlar bilan tushuntirsangiz, ular sizga yordam berishi mumkin. Lekin bunga avvaldan tayyor turish kerak. Uchinchi qoida bo'yicha onlayn xaridlar uchun qo'shimcha identifikatsiya, istisnolar, kichik kundalik xaridlar, kommunal to'lovlar, telefon balansi to'ldirish kabi operatsiyalar uchun qo'shimcha identifikatsiya talab qilinmaydi. Shuningdek, mahalliy ishonchli onlayn do'konlarda odatiy tovarlar xarid qilishda ham ko'pincha SMS kod bilan cheklaniladi. Tuzoqlar va noaniq jihatlar eng katta tuzoq. Bu shaxsiy ma'lumotlaringizni firibgarlarga berish xavfi. Ba'zi firibgar saytlar go'yoki qo'shimcha identifikatsiya talab qilib, sizdan pasport ma'lumotlaringizni, PMFL, hatto karta parolingizni kiritishingizni so'rashi mumkin. Har doim to'lov sahifasining URL manzilini va saytning ishonchliligini tekshiring. Faqatgina rasmiy bank saytlari yoki tasdiqlangan to'lov tizimlari orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni kiriting. Shaxsiy ma'lumotlaringizni telefon orqali yoki shubhali havolalar orqali kiritmang. Yana bir noaniq jihat xorijiy saytlardan xarid qilishda. Ba'zi xorijiy saytlar O'zbekiston fuqarolarining qo'shimcha identifikatsiya tizimlariga moslashtirilmagan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda to'lov amalga oshmasligi mumkin. Bu esa qo'shimcha savollar va muammolarga sabab bo'ladi. Shu sababli xorijiy saytlardan yirik xaridlar qilishdan oldin o'z banklaringiz bilan maslahatlashishni tavsiya qilaman. 4-qoida bo'yicha boshqa shaxsga tegishli kartadan foydalanishni taqiqlash. Istisnolar. Texnik jihatdan bu qoidaga istisno yo'q. Har bir karta egasi o'z kartasidan o'zi foydalanishi shart. Ammo amalda agar siz qisqa muddatga, masalan, kasal bo'lib qolgan ota-onangizga dori sotib olish uchun ularning ruxsati bilan foydalansangiz va bu bir martalik holat bo'lsa, bank bunga e'tibor bermasligi mumkin. Lekin bu o'ta kam holatlar uchun amal qiladi va bank xavfsizlik tizimlarining diqqatiga tushmaslikni kafolatlamaydi.
eng xavfsiz yo'l pul o'tkazish. Tuzoqlar va noaniq jihatlar eng katta tuzoq bilmadim, ogohlantirishmadi deyish. Bu qo'yda juda aniq va qat'iy. Ba'zilar oila a'zolarining kartasidan doimiy foydalanishni boshqa yo'lim yo'q deb oqlashga harakat qilishadi. Ammo bank qonun qoidalari buning uchun istisno qilmaydi. Agar bank sizning kartangizdan notanish joyda yoki odatdan tashqari tarzda foydalanilganini aniqlasa, uni bloklaydi va sizdan tushuntirish talab qiladi. Agar tushuntirishlar qoniqarli bo'lmasa yoki qoidabuzarlik davom etsa, jiddiy oqibatlarga duch kelishingiz mumkin. Ba'zi hollarda bank kartasi egasining javobgarligi ham kuchaytiriladi, chunki u o'z kartasini boshqa shaxsga topshirgan hisoblanadi. Bu esa xavfli amaliyot hisoblanadi. 5-qoida bo'yicha kichik, tez-tez takrorlanuvchi shubhali operatsiyalarni nazorat qilish istisnolar. Agar siz rasmiy tadbirkorlik subyekti bo'lsangiz va qonuniy ravishda hisob raqamingizga to'lovlar qabul qilsangiz, bunday kichik. Tez-tez keladigan to'lovlar sizning faoliyatingizning bir qismi hisoblanadi va muammo tug'dirmaydi. Faqatgina barcha operatsiyalar shaffof va hujjatlashtirilgan bo'lishi kerak. Masalan, internet do'koningizga kuniga yuzlab mijozdan kichik to'lovlar kelsa, bu normal holat. Tuzoqlar va noaniq jihatlar. Bu qoidaning eng katta tuzog'i bu sizning oddiy kundalik xaridiy harakatlaringiz ham. Agar ular g'ayrioddiy ko'rinsa, bank tomonidan shubhali deb topilishi mumkin. Masalan, siz bir kunda turli onlayn do'konlardan 20 martadan ko'p kichik xaridlar qildingiz. Bank buni g'ayrioddiy faoliyat deb hisoblashi mumkin va kartangizni bloklashi mumkin. Bu vaziyatda siz har bir xaridning maqsadini tushuntirishingiz kerak bo'ladi. Yana bir noaniq jihat bu turli platformalarda hisoblarning bir-biriga bog'liqligi. Agar siz bir nechta onlayn o'yinlarda pul aylanmasini amalga oshirsangiz va bu pullar sizning kartangizga kelib tushsa, bank ularni bir butun operatsiyalar zanjiri sifatida ko'rib chiqishi va shubhali deb topishi mumkin. Shu sababli agar sizda bunday faoliyat turlari bo'lsa, ularni rasmiylashtirish va bankka tegishli ma'lumotlarni taqdim etish maqsadga muvofiqdir. O'zingizni oldindan himoya qiling. Endi esa eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Bu yangi qoidalar sharoitida o'zingizni va moliyangizni qanday himoya qilish kerak? Men sizga aniq amaliy qadamlar bo'yicha ko'rsatmalar beraman. 1. Har bir pul o'tkazmasining maqsadini aniq va to'g'ri ko'rsating. Agar siz kimdirga pul o'tkazayotgan bo'lsangiz, mobil ilovodagi to'lov maqsadi yoki izoh maydonchasini e'tiborsiz qoldirmang. Aniq va tushunarli qilib yozing. Ijara haqi, qarzdorlikni qaytarish, tovarlar uchun to'lov, xarid cheki NN, xizmat ko'rsatish, shartnoma NN, oilaviy yordam, tug'ilgan kun sovg'asi uchun. Agar bank qo'shimcha ma'lumot talab qilsa, bu ma'lumotlar siz uchun ishonchli asos bo'ladi. Nima qilish kerak? Doimiy ravishda pul o'tkazadigan bo'lsangiz, to'lovlar uchun qisqa va aniq izohlar tayyorlab qo'ying. Yirik o'tkazmalar uchun tegishli hujjatlarni, shartnomalar, cheklar, tovar qabul qilish davlatnomalari raqamli yoki qog'oz shaklida saqlab boring. Bu sizni kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday savol-javoblardan himoya qiladi. 2. Naqd pul yechish amaliyotini qayta ko'rib chiqing. Bankomatlardan katta miqdorda naqd pul yechishdan oldin 2 marta o'ylab ko'ring. Agar sizga katta miqdorda naqd pul kerak bo'lsa, avval bank filiali bilan bog'laning. Ko'pincha katta summalar uchun oldindan buyurtma berish talab qilinadi. Bank menejeri bilan gaplashing. Pulning maqsadini tushuntiring va kerakli hujjatlarni tayyorlang. Nima qilish kerak? Agar siz doimiy ravishda katta summalar bilan ishlashga majbur bo'lsangiz, masalan, tadbirkor bo'lsangiz, daromadingizni va xarajatlaringizni rasmiylashtiring. Buning uchun yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'ting. Bu sizga qonuniy ravishda naqd pulsiz va naqd pul bilan operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Shuningdek, naqd pulsiz to'lovlardan maksimal darajada foydalanishga harakat qiling. Onlayn to'lovlar, terminallar orqali hisob-kitoblar, OTI, onlayn xaridlar uchun shaxsiy xavfsizlikka e'tibor bering. Har qanday onlayn to'lovda ehtiyot bo'ling. Shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport, PNFL talab qiladigan to'lov sahifalarini 2 marta tekshiring. Faqat ishonchli. Rasmiy banklar yoki to'lov tizimlarining sahifalariga ma'lumotlarni kiriting. Manzil satrida HTTPS protokoliga va qulf belgisiga e'tibor bering. Nima qilish kerak? Agar sizdan onlayn to'lov paytida pasport ma'lumotlaringizni kiritish talab qilinsa, avval bankning rasmiy saytida yoki qo'llab-quvvatlash xizmatiga qo'ng'iroq qilib, bu talabning qonuniyligini tekshiring. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni noma'lum havolalar orqali yoki telefon orqali begona shaxslarga aytmang. Shubhali xabarlarga javob bermang.
Agar xorijiy saytlar orqali yirik xaridlar qilsangiz, avval bank bilan bog'lanib bunday operatsiyalarga ruxsat berilganligini va qo'shimcha identifikatsiya talablari bor yo'qligini aniqlang. 4. O'zga shaxsning kartasidan foydalanishni butunlay to'xtating. Bu eng qat'iy qoidalardan biri. Hech qanday holatda boshqa shaxsning bank kartasidan, hatto yaqin qarindoshlarniki bo'lsa ham foydalanmang. Buni sizga o'z egasi ruxsat bergan bo'lsa ham, har bir shaxs o'z bank kartasiga ega bo'lishi va undan o'zi foydalanishi kerak. Agar sizga pul kerak bo'lsa, boshqa shaxsdan pulni o'zingizning kartangizga o'tkazib berishini so'rang. Bu qonuniy va xavfsiz yo'l. Nima qilish kerak? Agar sizda bitta oilaviy karta bo'lib, undan bir necha kishi foydalangan bo'lsa, darhol har bir oila a'zosi uchun alohida bank kartasi oching. Bu juda oson va ko'p banklarda, hatto onlayn tarzda ham amalga oshiriladi. Ota-onangizga, turmush o'rtog'ingizga, farzandingizga o'zlarining shaxsiy kartalarini ochishda yordam bering. Shunday qilib, har kim o'zining moliyaviy operatsiyalari uchun shaxsan javobgar bo'ladi va hech qanday muammo yuzaga kelmaydi. 5. Kichik, tez-tez takrorlanuvchi shubhali operatsiyalardan ehtiyot bo'ling. Agar siz freelancer, kichik tadbirkor bo'lsangiz yoki onlayn savdo bilan shug'ullansangiz va sizga har xil shaxslardan ko'plab kichik to'lovlar kelib tushsa, bu sizni xavf ostiga qo'yishi mumkin. Bunday holatlarda albatta o'z faoliyatingizni rasmiylashtiring. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'ting. Rasmiy hisob raqami oching va barcha to'lovlarni u orqali qabul qiling. Bu sizni soliq organlari va banklarning shubhasidan xalos qiladi. Nima qilish kerak? Faoliyatingizni qonuniylashtirish uchun davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling yoki onlayn platformalar orqali ITT yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'ting. Shundan so'ng biznes uchun alohida bank hisob raqami oching va barcha mijozlaringizdan to'lovlarni aynan shu hisob raqamiga qabul qiling. Bu nafaqat sizni muammolardan himoya qiladi, balki biznesingizni ham ishonchli va shaffof qiladi. Xulosa qilib aytganda, hurmatli do'stlar, bank kartalari bilan bog'liq yangi qo'yilgan moliyaviy tizimimizni yanada shaffof va xavfsiz qilishga qaratilgan. Bu o'zgarishlar avvalo pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish va boshqa moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashishga qaratilgan. Oddiy va halol fuqarolar uchun bu qoidalar faqatgina moliyaviy savodxonlikni oshirish va ozgina e'tibor talab qiladi. Eng muhimi shaffoflik va qonuniylik. Har doim to'g'ri ma'lumot bering, o'z kartangizdan o'zingiz foydalaning va qonuniy doiralarda harakat qiling. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Siz bu yangi qoidalar haqida qanday fikrdasiz? Ular sizning hayotingizga qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa, ularni ham berishingiz mumkin. Men ularni o'qib, imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. O'zingizni va moliyangizni himoya qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha